Birinchi jahon urushi tugadi, ikkinchi jahon urushi tugadi. Bu ishlar hech biznikida tugamadi. Qishda ham ish, yozda ham ish. Biznikida faqat ish uchun tug'ilganmiz. Tomorqamiz ham katta, uyimiz ham katta, ishimiz ham ko'p. Hammasiga ulgishga harakat qilamiz. 5 ta farzandimiz bor. Hamma yoqda generalniy uborka qilib ketasan, qaytishingga yana birinchi jahon urushi bo'lgandek hamma yoq dabdala bo'ladi. Sizlarda ham shunaqami? Qizlarjonlar, tozalagan uylaring hech bo'lmasa bir 2 soatga toza turadimi? Biznikida yo'q. Bir kun uyimni tozalasam, bir kun do'konimni tozalayman. Xullas, u uyni tozala, bu uyni tozala, umrimiz ham o'tib boryapti. Qizlarjonlar, men bugun archa olib kelganman. Archalarimni ekishim kerak. Bugun archa ekish uchun qo'ygandim, lekin hali hanuz archa ekkani vaqtim bo'lmadi. Eslaringda bo'lsa, oshxonamda generalniy uborka qilib hamma yo'qni tozalagandim. Mana bugun yana bir boshdan bir kun o'tkazib, yana o'shandek holat. Mayli, hammasiga shukr. Ulgiymiz. Mana bahorlarning ham hidi kelib qoldi. Inshaalloh kunlar isishda boshlab qolsa hamma ishga chiqib ketadi. Tozalagan uylarimiz shunda hech bo'lmaganda bir hafta toza turadi. Uy ishlari yetmagandek, bog'larda ham ish boshlandi. Uzumlarni kesishimiz kerak. Shaftollarni kesib qo'yishgan shoxlarini kesib maydalab, baylab bosishimiz kerak. Bundan bag'i endi faqatgina ish. Sezonimiz kelsa uxlagani ham vaqt topolmaymiz. Allohim tani jonimizni sog' qilsa, hammasi bo'laverar ekan. Dugonajonlar, 12 mingta bo'lgan kunim sizlar bilan birgalikda remontni boshlaymiz. 2 dona uyim qolgan, shu remontni sizlar bilan birgalikda o'zim uchun tugatmoqchiman. Remontingizni ham boshlang deydiganlar, menga obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin.